Qizlar bugun Flormar brendi bilan makiyaj qilib ko'ramiz. Qani ketdik. Makiyajga tayyorlagan yuzimizga birinchi bo'lib yengil tonalkasini surib olamiz. Namlangan sponj bilan yotqizib olamiz. Yotishlari juda ham ideal ekan. Keyin ketidan yuzimizni kontring qilib olamiz. Men stikli variantini ishlatdim. Flormar brendidan. Kerakli zonalarga surib, uni ham sponj bilan yaxshilab yotqizib olamiz. Keyin ketidan rasepichniy pudrasini olib, beking qilishni boshlaymiz. Ko'z atrofiga, mana shunaqa men ko'rsatgan joylarga sursanglar, yuzingizga lifting effektini beradi. Bu qotguncha biz qovoqlarimizni bo'yab olamiz. Birinchi och ranglaridan, keyin to'q ranglaridan boshlab, men nejniyroq bo'yadim. O'zingizlarning xohishingizga qarab to'qroq qilsanglar ham bo'ladi. Oldiga ozgina yaltirog'idan ham qo'shib olamiz. Tegini bo'lsa, to'qroq jigarrang qilib olamiz. Podvodkani ham o'zimizning ko'zimizga yarashadigan qilib surib olamiz va bekingga qoqib tashlaymiz. Kiprigimizga tush va labimizni kontur bilan bo'yab olamiz. Keyin Flormar bunaqa chiroyli rang pomadasini surib oldim. Qaranglar, juda ham chiroyli ekan rangi, turishlari ham ideal darajada turar ekan. Keyin ozgina highlighter surib yuzimizni yaltiratib olamiz. Bleski ham bor ekan, ustidan bleskini ham surib oldim. Qaranglar, juda ham chiroyli chiqdi. Meni o'zimga rosa yoqdi. Makiyaj qotiradigan fiksatori bilan makiyajni qotirib oldim. Voila, makiyajim yoqdi.